Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'yish qovozlari, chorvash qovozlari. Akalar, bugun biz Namangan tuman Tepaqo'ron qishlog'i Qodirxon ukamizni qo'ralarga yetib keldik. Bugun qanday qilib qo'y bir oyda qancha daromad qilishini aytib o'tganlar. Xulosa keyin ma'lumotlarni berib o'tadilar. Videoni boshladik. Assalomu alaykum obunachilar. Qodirxon, siz yaxshimi? Yetib oldingizmi? Ha, ishlar yaxshimi? Ha, rahmat. Bo'lyaptimi? Bugunga syomkamiz qanday qo'y boqib, qanday daromad qilish, qo'y boqqanda mana taglari kach-kach bo'lib ketmasligi uchun nimalar qo'shsa quruq turadi, changib turadi degan akalarimiz uchun chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tasiz. O'tamiz. Endi hop, Akmalxon bugun mana kech bo'ldi. Kech bo'ldi, kech paytga. Kech payti yem yeyish. Paytga yemi. Mana yem emas. Menga qarating kamerani, buni keyin ko'rsatasiz. Mana kech bo'lishiga qaramay, shu sizni obunachilaringizga ilinaylik degan maqsadda. Kech olsa ham degan maqsadda kech olsa ham qo'ldan kelganicha yoritib shunday ma'lumotlarni olib beramiz. Bizni kuzatishda davom etaverasizlar. Mana video yoqyap turgan bo'lsa, oldlaringizga limon choydan damlab olib, xotirjam ko'rib, like bosib, kommentariyaga otanga rahmat deb yozib ketaverasizlar. Boshladik syomkalarimiz. Endi biz videolarimizni boshladik. Bu Qodirxon yemmi? Qodirxon, endi bu yemda tarkibida nimalar bor? Bu o'zi hamma narsadan boragan-mi? Ha, aka-onaga keling. Ne? Mana narsa bor-ku. Mana silos. Mana silos. Mana ichiga ko'ryaptigan bo'lsanglar, hali somon ham aralashgan-da. Somoni ham bor ekan buni ichida. Mana nima bunisi? Paxtami bu? Yo'q, bu paxta emas. Haligi chuluq degan narsa. Qo'ylarni semirtiradi-da bu. Qonini chiqarib semirtiradi. Mana somonda tarkibida nimaliklari bor, buning nima foydalari bor deganlar uchun. Bu xo'p, mana qo'yga bersangiz, mana qo'ylar tagi changib turadi-da. Biz hozir buni anchadan beri berga yo'q edik, endi sekin qurishni boshladi tagi. Biz yaqindan beri endi biz ham bilib qolib shunaqa qilib ko'rdik. Shuni xalqimizga ham ulashaylik degan maqsaddamiz. Bu hozir tayyor holati yagana. Tayyor holati bu. Hop, nimalar bor bunda? Somon, somon, chuluq, silos, keyin kepagi bor. Kepak. Ser kepak-da bu mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Chiroyli qilib maydalar yaxshilab aralashtirish kerak ana buni. Aka, men qaratingda, mana taliglar, daraxtlar bor-ku. Daraxtdan to'kilgan bergan mash qo'y tagiga sababchi bo'lar ekan. Tagini quritib berar ekan. Bu mash somon bilan mash mana. Ko'rsating, uni qilib bir alay qilib qansi bir achib ketgan emas mana. Tozasiga gana. Tozasidan olib kelib aralashtirib bo'laroq qonni chiqaradi-da bu. Qo'yni to'q holatga keladi-da. Mana. Shuna qilib mana bu aralashtirilgan holati. Tayyor holat yegan. Tayyor holati bu. Mana shuna qilib aralashtirib birinchi silos to'kiladi. Birinchi silos to'kiladi. Keyin ustidan mana bag deyapman-ku. Bagni solinadi ustidan yeyib. Keyin bag solinadi ikkinchisiga. Uchinchisiga chuluq solinadi. Uchinchisiga chuluq solinadi. Ustiga ser kepak turib aralashtirsangiz buni. Mana shunday holatga to'g'ri keladi. Aralashtirgandan keyin ustidan somon solib yana bir marta aralashtirib beriladi. Ustidan somonni ham solasiz uni. Kepak solishdan oldin. Hayoldan ko'tarilib qolibdi, ustiga somonni ham solasiz uni. Chiroyli qilib aralashtirib beriladi. Endi hozir qo'yimizga shuni beramiz. Yeyib turganlardan ham bir ko'rsatib qo'yamiz, Yeyib turganlardan bitta ko'rsatib qo'yamiz. Ketdik. Mana akalar, qo'yni yeyishi. Mana jonivorlar. Akmalxon aka, video sal qorong'i bo'lganiga yaxshi ko'rinmayapti qo'ylar, lekin qo'ylarni yeyishi o'ta cho'tki. Qo'ylarni yeyishini qaranglar, qo'ylarda jonivorlar. Obunachilar, mana bu yetgan variantdan ham bir ko'rsatib, obzor qilib olib o'tib ketamiz. Mana bunisi sovliq. Bunisi ham sovliq. Ikkosi qo'shaliga Qirg'izistondan kelgan ikkosi ham. Ikkosi ham Qirg'izistondan o'sha buyurtmaga kelingan qo'ylar o'zingizga. Zotga boqqani. Bular xo'p mana yeyapti. Yeyishlari zo'r. Buni otalari ham toza narsalar, toza narsa bo'lgan. Mana
Arashanda tozali, arashan deydi-yu. Yuzlarini ham qilaman. O'ta Sharpaydalingan bo'lakchasi. arashan. Bunisi Otasi bilan sarig'idan ekan. Bunisi kashdan. Mana yemlari. Yem deyishini qaranglar, yem deyishini. Akmalxonaga menga qaratdingda, bular otasi bilan onasi ham tayinda. Shunga agar mabodo endi bu vaqtda bizlarga kelib ketuvchi narsa-da bu ham. Bu pash tayyor bo'lib turgan variantda. Ular kelganda odamni rahmi keladigan darajada ozg'in edi. Ha, bo'ylari ham, o'zlari ham o'sdi. Agar mabodo qiziqdim, men olaman degan akalarimiz bo'lsa ham aloqaga chiqishaveradi. Nomerni ham shayda aytib o'tib ketamiz. Sotib ham olasizmi? Endi bizga shu kelib ketuvchi narsa-da. Shunga endi qiziqqan odam bo'lsa, misol deyman-da, endi qiziqqanlar bo'lsa, ichidan qolib ketmasa, armon bo'lib qolmasin, shu qo'y deyman-da. Shularni shu beraveraman yengil qilib, xudo xolasa o'zlari ham olib boqishsin. Yana bundan ham o'sadi. Bularni otasi bilan onasi ham o'sha 1.10 shunaqa katta qo'ylar bo'lganmi? Katta qo'ylar bo'lganda, bular ham mana hozir bularni haligisi 90 ta qo'ylarni ham ko'rsataylikchi. Qo'ylarni ham ko'rsating. Mana uni bo'yini o'lchamadingizmi? Buni bo'yini o'lchadim. Yuzlari ham o'ta bo'lakcha. Bo'yi necha ekan buni? Buni bo'yi 1.95. Necha? 1.95. Qodirxon bo'yini 1.95 deb sal adashtirgan shekilliga. Akmalxon aka hozir buni ota-onasini gapirganda haligi 1.10, 1.15 deganda xayol birga ketib qolibdi. Obunachilar chalg'imaymiz. Bo'ylari uniki 95. Uniki 95. O'tda kelishgan narsa ekan o'zi ham. O'lchab ko'rdim, suyagidan 95 chiqdi. Endi obunachilarga bermoqda 90 pilisga olishaveradi. 90 pilisga. Pilisga olishaveradi. Bo'ldi. Mana bu boshqa gap. Bunisi ham shunaqa 90 pilismi? Yo'q, buniki bunchalik emas. 90 pilis emas. Buni 87 ga olishaveradi. 85 pilisga olishaverganda 85 pilisga yo'q, balandda bu. Bo'ldi, 85 emas, 87 pilisga olishaversin. Bo'ldi. Ikkovsi agar olaman degan armon bo'lib qolmasin-da, qo'ylarimiz xudo xolasa. Bulardan boshqa ham bormi qo'ylardan? Bulardan boshqa ham bor Akmalxon aka. Vey, men qaratingda qo'yim serab meni. Bo'ldi. Yo'qsam shularni ko'rsataganmiz ketdik. Qodirxon endi bu yerda sal maydaroqlar ekan-da, o'sha boqqan rosa paytga keladiganlardan ketdi. Tashaganimga hali 1 oy bo'lgan yo'q. 1 oy bo'lgan yo'q. Qo'ylarimiz o'ta yetaverdi. Xudo xolasa ko'z tegmasin, dahshat. Dahshat. Endi haligida o'zimga yoqqan qo'y qoladi, yoqmagani chiqib ketadi-da beylar. Menga yoqqanlari qolgan. Bular baro. Mana, bunisini ko'rsatingda. Jonivorlar hammasi o'zi pash. Qorasi mana. Mash qora, iktish. Iktish. Boqqan tashaganman o'zim. Bo'ylarini ko'ryapsizmi? Qo'ylar tagi ham kachkach bo'lmabdi. Yo'q, qo'ylar tagi xudo xolasa endi aytayapman-ku. Menga qaratingda, qo'ylarni ham keyin ko'rsatasiz. Menga qarating. Bu qo'ylar endi tagi endi kachkachdan chiqib, sekin quriyapti. Quruq qo'yapti, somonlashtirib berganimizga. Endi mana qo'ylarimiz o'zining holati ham zo'r. Bizga ham ozg'in holatda kerakki, bunaqa qilib katta holatda biz unaqa bir bachkani haligi qo'ylarni olib kelmaymiz. Mayda o'sha Xusorisdan olib kelibsiz o'zingizga. Qayerdan olib keldingiz bu qo'ylarni? Bular Tojikistondan kelgan. Tojikistondan. Yaxshi. Nechta ona bayda o'zi qora ham bash to'lay deb qopti. Bizda Akmalxon aka qo'raga anaqa ko'p ham sonimizda 8 dona. Shu. 8 dona yetadi. Yo'qsam ko'payib ketsa qolsa qora kachkach olib ketishi ham mumkin-a? Shunaqa bo'lishi mumkin. Yangi qo'ylar kelsa bizlarda bo'ladi. Nagala qo'ylarimiz deyish ekan. Akmalxon aka ko'z tegmasin yeyishlari o'ta dahshat. Akmalxon aka, men qo'ramni bitta bu tomonda baxmayman-da. Bu tomoniga ham qo'yganman. Qo'ylarni ham bir ko'rsatib qo'yingchi. Bu tomonda o'sha arashan deganlardanmi? Hisori arashan. Mana, bunisini qara. Qo'ylarimizni qara. Ular ham mana shunaqa haligisida kelgan. Havas qilsa arzidan qo'ylar ekan, Qodirxon. Hammamizga nasib qilsin bu qo'ylardan. Aytganingiz kelsa, Akmalxon aka, mana shunaqa qilib yiriklashib boradi-da bular ham. Bular ham mana ko'rib turibsiz, yirik. O'ta yirik narsalar ekan. Qo'ylar ham o'ta kelishgan narsalar. Xudo xolasa udor variantda. Endi Qodirxon yana bormi bularda? Akmalxon aka,
Yana bularning partiyasi bor, yana bor. Nargisi nargi qo'rada, boshqa qo'rada. Boshqa uyda. Boshqa qo'rada. Boshqa qo'rada. Kunduzi noz bo'ladi. Ha. Ozgina bo'lsa ham ulashaylik degan maqsaddamizda. Bularni mana ulashib oldik. Endi kunduzi nargi qo'raga o'tib, sekin obzorini qilib berasiz o'zingiz. Bo'ldi. Men o'zim aytib o'tib ketaman, obzor qilib, chiroyli qilib video qilib berasiz. Bo'ldi. Bugungi videolarimizga shu obunachilar ozgina bo'lsa ham haligi fikrlaring bo'lsa kommentariyaga qoldiraverasizlar. Menga bitta otangga rahmat